Bu hayot tayyormisiz? Ha, tayyor. Savolim sizga, erkak kishi ayol kishiga nimaga xiyonat qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Endi uni har xil sabablari bor-da. Endi men Ko'pincha. hayotiy tajribadan kelib chiqadigan bo'lsa, endi ko'rganlarimiz bor, eshitganimiz bor. Endi u yerda bir-biriga e'tiborsizlik bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab bu moliyaviy jihatlar. Aha. Uchinchi sabab bu nimani nazoratga bo'ysunmadi, ya'ni nazoratni qo'ldan chiqarganligi, ya'ni erkak kishi ham ayol kishi ham. Aha. Ya'ni kim birinchi sababda o'sha aytgandek moliyaviy jihat. Bu moliyaviy jihatda har xil hozir ijtimoiy tarmoqlarda rivojlandi bizda. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'radi, qaraydi, solishtiradida, nega meniki unaqa emas degandan keyin bir janjal chiqadi. O'sha janjaldan keyin xo'p-xo'pda o'sha xiyonatgacha boradi erkak kishi. Undan tashqari e'tiborsizlik. Misol uchun xo'jayin ishdan keladi, ayoli bee'tibor, qaramaydi, gaplashmaydi. Shu e'tiborsizlik orqasidan ham xiyonatlar kelib chiqadi. Uchinchisida endi boya aytib o'tganimdek nazorat, ya'ni sal jilo bo'sh qo'yib yuborsa, o'sha baribir hamma narsa izidan chiqib ketadi deymiz-ku, xuddi shunaqa. Ya'ni erkak kishida ham baribir qattasiz nima qilyapsiz deb turmush o'rtog'i sal so'rab turish kerak, e'tiborli bo'lib. Ayol kishini ham shunaqa qilib turish kerak-da, baribir erkak kishi qattasan va rashk degan narsa bor. O'sha narsalarga e'tiborli bo'lsagina o'sha xiyonatlarni oldini olgan bo'lamiz.